Ramazon oyiga katta skidkani e'lon qilamiz. Har bittasiga skidka e'lon qilamiz. Har bittasiga va zakazlarigacha Ramazon oyiga skidka bo'ladi, xudo xolasa, qo'limizdan kelganicha. Har doimgidek bitta videoga bitta emas, endi har bitta ko'rgan uгологimizga skidkani e'lon qilamiz. Bu faqatgina Ramazon oyiga amal qiladi. Uголоklarimizning narxlari 1.500.000 so'mdan 11 million so'mgacha bo'lgan uголоklarimiz har bittasiga chegirma qilib, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursalar, tushuntirib o'tamiz qo'limizdan kelgan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Zafar Nebil. Bugun xudo xolasa mana hammalarga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ramazonga ozgina skidkamiz bor, o'shani bir qator tanishtirib o'tamiz. Har doimgidek ishlarimiz o'sha sifatda, o'sha kачествоda har biriga xudo xolasa bitta videoda bitta uгологimizga skidka qilardik. Bu safar bittagimiz har bittasiga hozirgi holatda 20 ta oshiq uгологimiz bor. Ularga ham zakaz qiladigan odamga ham hozirgi skidka narxida zakaz olamiz Ramazon oyi ichi. Xo'p, adresimiz Farg'onaning Oltiarig'ida 12 viloyatga dostavkamiz bor. Vodiy bo'ylab bepul dostavka ustunovkasi kiradi. Hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichiga skidka qilingan holatda ham dostavkamiz yo'q, vodiyga ham demaymiz. Hozirgi skidka bo'lgan holatida ham vodiyga dostavkasi ustunovkasi ichida. Xo'p. Bo'lmasam ishlarimizni ko'rsatib o'tishni boshlaymiz. Bu uгологimiz Roma model, yangi turetskiy momiq materialimizda. Ranglari ham juda go'zal. O'zini fasoniga ham juda ham zo'r tushgan bu ishimiz. Oldi ko'rinish har doimgidek shpont, oyoqlari yong'oq, ichki karkas sasna, pampers prujina turetskiy material. 5 yil garantiyasi bor bu ishlarimizga. Obunachilarimiz bilishadi. Xo'p, bularimiz 7.500.000 so'm sotilgan. 7.500.000 so'mlik ishlarimiz har bittasi 7 million so'mdan. 7.200.000 so'mlik ishlarimiz 6.700.000, 6.5 millionligi 6 millionga tushadi. Har bitta ishimizga 500.000 so'mdan skidka qilamiz. Hop, 20 ta uгологimiz bo'lsa, har biriga 500.000 so'mdan skidka tayyor nalichidagisiga. Zakaz qilsangiz ham 500.000 so'm skidka qilib beriladi Ramazon oyi ichi. Xo'p, bu tarafda 308 modelimiz Malibu materialda, razmeri 340 ga 240, ikkita 60 ga 90 pufigi bor. Bularda 3 ta yostiqli bo'ladi. Turetskiy yaxshi material bu ham, mo'yishi material. Hop, oyoqlari yong'oq bo'ladi, past karkaslar endef, shpont fasadi. Qo'l bo'lishlari buniki ham yana o'zgacha, yangicha dizayn. Tikilishlari ham bunimizdan high-tech uslubda bo'lgan, chesterli emasda, high-tech to'g'ri odamda ko'yniga tegmaydigan qilib ishlangan. Burchaklari bularniki 45 gradus, Roma modellarimizga 90 gradus bo'ladi. Bularımizga ham 5 yil garantiya. Ikkovini puli bir xil. 7.500.000 so'm, 7 million so'mdan qilib beramiz bularimizni. Roma modelimiz boshqacha materialda bo'lgan. Bunimiz ham ochiq svet juda go'zal. 6 ta yostiq bo'ladi. Romalarimizda hozir aytib o'tmabmiz, mana qo'llari xohlagan gradusingizga ko'tarib yostiq qilib olsangiz bo'ladi. Oxirigacha ko'tarsangiz mana spinka holatda bo'ladi. Oxiriga taqaysiz, joyiga qaytadi. O'ng chap tanlamaydi bu ishlarimiz hech qaysi biri. Bizga chap taraf uzun bo'lishi kerak, o'ng taraf uzun bo'lishi kerak degan muammo yo'q. O'ng chap umuman tanlamaydi. Xo'p, yana bitta Roma modelimiz. Bunimiz ham bejviy rangda juda go'zal. Materiallari vafli, turetskiy, qalin, pishiq, yuvsa ham o'zini yo'qotmaydigan zo'r materiallarda bo'lgan bunimiz ham. Hop. Bularda agar xuddi shu ishlarimiz super mo'yishi materialda bo'lsa, 6.500.000 so'mga narxi tushadi. 6.500.000 so'm bo'ladi. Turetskiy materiallarda 7.5 million so'm. Bu tarafda mana Genesis kalta tupli 308 modelimiz. Hop, hozirgi Malibu materialda bo'lganda bu arzonroq varianti bu. Materiali ichki karkasi, pampers prujinasi hamma yo'g'i bir xil bular. Razmerlari ham, matosi ozgina arzon bo'lgan hisobiga unga qaraganda
500 ming so'm narxi arzon chiqadi. Bularimiz 7 million 200 ming so'm sotilgan Genesis kalta tukli. Bu tozalashga ham oson. Xohlagan rangida qilib beramiz, buni ham muammosiz, xohlagan razmeriga. 7 million 200 ming so'm sotilgan, 6 million 700 ming so'm. Supermoishi silliq materiallarda puliga bular tushdi. Bu yoq tarafda Lexus modelimiz. Razmeri 350 ga 250. Qo'l bo'lishlari, spinkalari har bittasi surilib, spalni bo'ladigan. Bularda ham oyoqlari yog'och oyoqli, ichki karkasi 100% sasna. Genesis kalta tukli turetskiy material. Bularimiz 8 million 500 ming so'm sotilgan. Bularimizni 8 million so'm qilib belgiladik. Bu yoq tarafda mana Romani har xil rasvetkalari, seriyasi va oranjevisi. Xo'p, bularimizni narxi 7 million 500 ming so'mdan. Disk videolarimizda ko'rsalang, xudo xolasa, narxlari qo'yib o'tilgan. Narx realniy 500 ming so'mdan har bittasiga tushirgan. Bularimizni 7 million so'mdan qilib belgiladik. Romalar borki, moishi material bo'lsa 6 million 500 ming so'm, bularimiz bo'lsa 7 million so'mdan qo'ydik. Endi pastda ham yana Viberlarimiz bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda Bugatti modelimiz. Bu ham o'sha tepada ko'rsatib o'tgan vafli materialda turetskiy qattiq pishiq material. Xo'p, buni har xil rasvetkalari bor, muammosiz qilib beraveramiz. Hozirgi o'tirgan holatimni ko'rdingiz. Bu hamnaqangi kengayib spalni bo'ladi. Divan bo'ladi. Bemalol bularni ham surib qo'yib, bemalol spalni qilib yotsangiz bo'ladi. 100% fasadidagi yog'ochlari borki, yong'oqdan ishlanadi bularimiz. Mexanizmlari ham har bittasini ishlash jarayonini ko'rsatib o'taylik. Bular bu yerda o'zimizda tokerlar yasagan mexanizm emas, turetskiy zavodskoy mexanizmlardan foydalaniladi. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Bularda ishlamay qolib, qotib qolib, uzilib qolib, unaqangi narsasi xudo xolasa bo'lmaydi. Ikkita 60 ga 90 pufiga shuni ichida, stollari hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichida yo'q. Отдельный stolda arzoni, qimmati juda seroq. Ularni ham video oxiriga joylaymiz. Kimdir arzon stol oladi, kimdir qimmat stol oladi. Ular ham bor. Bu yostiqlari o'ziga tikilgan, juda go'zal holatda Bugatti turadi. Tikilishlari ham high-tech. Libo uyga tushiradigan. Telegram kanalimizga o'tsang, har bitta ishlarimizni uylarga qanaqa joylangan holatlari ham bor. Telegram kanalimiz Zafar Mebel 1 yoki kommentariyaga joylab qo'yamiz kanalimiz silkasini, o'shandan o'tib ko'rib kuzatishlaring mumkin. Viber YouTube'dagidan ham ko'ra ko'proq. Xo'p. Bu ishlarimizning narxi 11 million so'm sotilgan. Bularimizga 500 ming so'mdan 1 milliondan skidka qilib beramiz. Narxi balandlariga 1 million so'mdan skidka qilib beramiz. Bu faqatgina Ramazon oyi ichiga. Undan keyin umuman bu narxga iloji yo'q. Faqat Ramazon oyi ichiga qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bu yerda mana boshqa rasvetkalari. Mana bu materialda, bu yumshoq material, odamni o'tirganda quchoqlab oladigan. Juda ham yumshoq, odamga yoqimli material. Mana shimiz Malibu material, rasvetkasi juda seroq. Hozirgi mana Malibu 8 da bo'lgan. Bunisi orqasidagi Malibu 7 da bo'lgan. Mosh rangi. Hozirgi uylarda pardalar trendda bo'lgan, pardalar rangida bo'lgan, juda go'zal tushadi. Ochiq rangli uylarga tushsa, juda ham go'zal turadi. Xo'p, materiallarda 200 xil material bor. Xohlagan materialda, xohlagan rangida qilib beramiz, muammosiz. Vibr juda ham seroq. 200 dan ortiq materialda turi bor. Bemalol ko'rib, tanlab zakaz berishaveradi. Bu tarafdagisini ham ko'rsating. Hozirgi bu uchalasi bir xil narsa. Bugatti ranglari farqi bor xolos. O'ncha tanlamaydi bularimiz ham.
Xohlagan tarafingiz uzun, xohlagan tarafingizni kalta qilib foydalanaverasiz. Muammosiz. Qo'l bo'lishlari hamma yo'g'i bir xil bo'ladi. Bu yoq tarafda 3.8 va Romani boshqacha materiallarda bo'lganlarini ham ko'rsatib o'taylik. Mana hozirgi Malibu materiallarimizda bej rangida Roma modelimizga ishlangani. Bu ham juda go'zal chiqadi. Razmerlari o'sha bir xil 344 ga 240, o'ngchap tanlanmaydigan, oyoqlari yong'oq, ichki karkasi Sasna Pampers prujina. Videomizda oxirigacha ko'rib tursanglar, xudo xolasa, bugun sexga kirib ichki karkaslari qanday yasalgan, Pampers prujina qanaqangi narsa, machalka qanday qo'yiladi, har bitta detalini, xudo xolasa detalini tushuntirib, ko'rsatib o'tib ketamiz. Karkaslari-yu machalkalarigacha, xudo xolasa, bularimiz o'sha tepada ko'rsatib o'tgan 3.8 modellarimizdan 3 yostiqli bo'ladi. Sidinalari 65 cm dan. Mana meni bo'yim 1.90 bo'lsa ham, suyanganda mana tizzam taqalsa, lekin kalib yelim yetib borgani yo'q. Juda ham keng. Bo'y pastroq odamlar yostiqni qo'yib bemalol o'tirishaveradi. Bizga o'xshagan bo'yinlovchi odamlar ham bemalol oyoqlarini cho'zib o'tirishi mumkin. Oldi ko'rinish shpont, oyoqlari yong'oq. Yana qaytarib o'tamiz. Sidinalari 2.60 ga 90. Arqaliklarini ham ko'rsatib o'tang mana. Bugatti'ning 3.8 da Romalar ham har bittasi o'zini materialda bo'ladi mana. Mexanizmlarni ham, ishlash jarayonlarini ham yondan ko'rsatib o'tang. Hop, mana. Ishlashlardan xudo xolasa ortiqcha ovoz, ortiqcha muammo xudo xolasa bo'lmaydi. Bu 3.8'imizdir mana arqaliklari. Endi tashqaridagi ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Keyin sexga navbat. Bu yerda mana 3.8'imizda arzonlashtirilgan varianti. Xuddi o'sha fason, o'sha materiallar, turetskiy materiallar bo'lgan. Tikilishlar ham tashti bir xil bo'ladi. Endi buni arzonligining sababini aytib o'tamiz. Buni oyoqlari bunaqangi yong'oq oyoq emas, simalo oyoq. Pastda bunda indeks karkas aylangan bo'lsa, bunda unaqangi karkas bo'lmaydi. Ichki karkasi buniki kerak bo'ladi, buniki sasna bo'ladi. Bu Pampers prujina Xitoydan keladigan, bu o'zimizda chiqadigan Pampers prujina bo'ladi. Yon bokovoy karkasda ko'rsatib o'taman, hozir o'shanda keyin yana farqlaysizlar. Bunda 1.6 diskda ishlanadi. Bunda 0.6 MDFda ishlanadi. Shu taraflarda farqi bor. Razmeri buni 4.40 ga 2.40, bu 3.35 ga 2.35 bo'lsa ham buni puli qimmatroq chiqadi. Bular 5 million 300 ming so'm sotilgan. 4 million 800 ming so'm qilib beramiz. Bularimiz 7 million 500 ming so'm sotilgan. 7 million so'mdan qilib beramiz. Xo'p, bu yoq tarafda Romalarimiz ko'rsatib o'tganimizdek Genesis kalta tukda bo'lgani, kalta tukli materialda bo'lgani 7 million 200 ming so'm sotilgan, 6 million 700 ming so'mga bunisini qilib beramiz. Orqasidagi seri, och seri rangda bo'lgani, bu ham Roma model, razmeri hamma yo'g'i bir xil. Xo'p, 7 million so'mdan qilib beramiz. Turetskiy mana materialni ko'rsatib o'taylik. Materialning hisobiga shunaqangi farqlari bor. Xo'p, bitta Istanbul 2 modelimiz super moyishi materialda, silliq materialda bo'lgan, tuksiz. Bularimiz 6 million 500 ming so'm sotilgan. Buni 6 million so'mga qilib beramiz. Farqi bularda materialning hisobiga. Oyoqlari yong'oq, ichi sasna, mana qo'llari ham yong'oq, Pampers prujina 3.8 Romalarimizga qancha garantiya bersak, o'shancha garantiya beramiz. Muammosiz, prosta materialning hisobiga bu arzon chiqadi. Xo'p, bitta mana yana arzoncha spani bo'ladigan modelimiz. Super moyishi materiallarda. Shuna qilib qo'yishsa, kishilik juda ham katta spani bo'ladi.
Xohlasin bu tarafiga qo'ysa ham bo'ladi. Ikkita pufigida qo'ysak, juda ham katta keng spalni bo'ladi. Xo'p, bularni ham xohlagan rasvetkasida, xohlagan razmerda qilib beramiz. Yostiqlarni qo'yishsa, bir kishilik spalnisini chiqarsa, 2 kishilik, 3 kishilik spalni bo'lib ketaveradi. O'ncha tanlamaydi bunimiz ham. Xo'p. 4 million 300 ming so'm sotilgan, 3 million 800 ming so'm Ramazon oyiga. Bu yoq tarafda ham xuddi shunaqangi. Bunda spalnis yo'q, lekin turetskiy yaxshi materiallarda bo'lgan bu ishimiz. Yostiqli model. Juda ko'pchilikka yoqqan ishimiz. 4 million 400 ming so'm sotilgan, 3 million 900 ming so'mga qilib beramiz. Buni ham Ramazon oyi ichiga. O'sha aytib o'tganimizdek, arzonligini sababi oyog'i plasmasda, ichki karkasi terak bo'lgan. Materiallari o'sha turetskiy yaxshi materiallarda bo'lgan. Xohlagan rasvetkasida muammosiz qilib beramiz. Endi hozir stollarimizni ko'rsatib o'taylik. Stollarda narxlari отдельный. Kimdir arzon, kimdir qimmat stol xohlaydi. Bu magnit fason emas, oyoqlarni ham ko'rsatib o'ting. Qarashini MDFda bo'lgan ishimiz. Juda go'zal. Bunimiz 1 million 400 ming so'm. 90 ga 180. Bitta yana bitta Krashini MDFlarda ishlangan bu stollarimiz 1 million 200 ming so'mdan. Maramarni qilib ishlangan. Hop, bu ham Krashini hozirgina boshqa rasvetkasi. Xohlagan rasvetkasi bor. Telegramdan yozsa, Viber tashlab beramiz. Bunimiz oyog'i yog'ochlik qilingan 1 million 250 ming so'mlik Krashini stolimiz. Hop, двойной stolimiz bu. Juda dekorativni ishlangan. Juda go'zal ofislar bor. Uyga ham bo'yib past ovqatlanadigan emas, prosta choy ichib o'tiradigan xonalarga juda ham qulay bo'ladi. Juda go'zal. Hop, stollarimizni turi juda ham serob. Mana katta stollarimiz MDFdan. Oyoqlari ham ichkariga avalni bo'lgan, ugolikdan o'tishda oyog'ini urib oladigan fason emas, oyoqlari ichkariga bukilgan. Juda go'zal. Hop, orqa karishning har xil ranglari bor. 90 ga 190 lik katta razmerlari bor. 1 million 200 ming so'mdan, 80 ga 180 lik razmerlari 1 million 100 ming so'mdan. Bitta bunaqangi ishimiz. Oddiy smala gullar bilan boyatilgan 850 ming so'mdan. 90 ga 190 katta razmerda bu ishimiz. 80 ga 180 lik o'rtasi oynali, tagi ko'rinib turadigan kalyonni oynali stolimiz 1 million 100 ming so'mdan. Hop, buni tagi polkaliklari bor mana. Oqini hozir ochib qo'yganmiz. Usti oynakli 80 ga 180. Bularimiz 1 million 450 ming so'm. Mana xohlasangiz oq, xohlasangiz karashnilarni pogovkada qo'yganmiz. Ochib ko'rsatib beramiz. Stollarga ham tanlashga Viber sirop. Yana Telegramdan yozsa, Viber tashlab beramiz. Ko'rib, bemalol zakaz berishaveradi. Xohlasa Viber sirop. Endi kuhunli ugoliklarimizni ko'rsatib o'taylik. 1 million 800 ming so'mdan toki 11 million so'mgacha bo'lgan dedik. Arzonlari oxirida. Mana bitta kuhunli ugoliklarimiz 140 ga 190 razmerda kanzirli, taylari sandiqli qilib ishlangan. Stoli ikkitadan pufigi bilan birga super moishi materialda 1 million 800 ming so'mdan. Buni 130 ga 150 ligi bor, 1 million 500 ming so'mdan chiqadi. Xohlaganlarga o'sha kichkina razmer ham qilib beramiz. Bu 250 ga 150 razmer. Sidinalari 55 cm dan qilingan, juda ham katta keng, taylarni ko'rsatib o'ting. Ichlari sandiq, laminatdan ishlangan. Displey 06 MDF emas, laminatdan ishlangan. Baquvvat ish, xudo xolasa. Sidinasi ham 55. Pufkilari 4 tadan katta bukit qilingan. Bularimizni 2 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. Stollari bilan birga. Ramazon oyi ichiga bo'lsa 2 million 500 ming so'mdan qilib beramiz bularni.
Hop. Bunda pufik 3 ta bo'ladi. Burchagi barli model, stollari yo'q. 3 tadan pufigi bilan birga. Hammasi oshxonaniki bo'lgani uchun super moyishi materialda. Tozalashga bular juda udobniy bo'ladi. Bu mana tagiga pampers prujina qilingan. Hozirgi как uголокларimizdek pampers prujina qilib ishlangan. Chesterli razmeri ham katta. 3 metrga 150 qilib ishlangan. 280 ga 150. 3 metr devor bilan adashib ketdim. 280 ga 150. 4 bo'lakli o'yinchoq tanlamaydi bu ishimizdan. 3 ta ufigi bo'ladi. Stoli bilan birga 3 million 300 ming so'm sotilgan. Buni 3 million so'm qo'yib belgilaymiz. Endi seximizga navbat, xohlasa ichkaridan endi karkazlari ichlarini obzor qilib o'tamiz. Mana hurmatli obunachilar, har doim aytib o'taman, pampers prujina qanaqangi narsa? Mana shu narsa pampers prujina bo'ladi. Bu xohlasa Xitoydan primoy tayyor keladigan narsa. Qo'yib, buni mana 0 ga cho'ktirib essangiz ham, xohlasa 100% birga bir joyiga qaytadi. Simi uzilib, simi qochib ketadigan narsa emas. Bu yerda machalkalarimiz birinchi sort machalka, xohlasa kuygan machalka, ikkinchi sort machalka, unaqa narsa ishlatilmaydi. Bu yerda materiallarni orasiga qo'yib tikiladigan sintafonimiz. Kiloli emas, mana bunaqangi metrovoy sintafonlardan qo'yiladi. Materialni cho'zilib, bo'shab qolmasligini shu narsa ta'minlab beradi. Bu tarafda Bugattilarimizga qo'yib turgan, Lexuslarimizga qo'yib turgan Corsage rezina prujina deymiz. Mana shu narsa cho'ziladi. Hozir endi buni tortilish jarayonlari ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda gul taxtalarimiz. Hamda Istanbul 2 308 modelimizda oyoqlari, bu yerdagilar tumbalardagi. Hammasi mana oyoqlar, yong'oq oyoqlar. Hamda mana Bugattiniki, hamda Istanbul 2niki. Mana shunday holatda Istanbul 2ni qo'l bo'lishlari. Bu tarafdan Bugattimiz. Sidinasi qoplov jarayoni qimmat yaxshi materiallarda. 25 plot, 32 plot, 25 plot. Ustida sintafon tashlanadi, materialni cho'zilib, bo'shab qolmasligini shu narsa ta'minlab beradi. Xudo xolasa qancha ishlatsa ham shunaqa chiroyli turaveradi. Bu yoqda bo'lsa, spinkalari Corsage rezinalardan. Xudo xolasa odam suyanganda ham juda ham yumshoq, odamga yoqimli bo'ladi. Mana. Bu tarafda bo'lsa, arkasi samerezda yig'ilgan jarayoni karkazlarini samerezda 100% samerezda qotirib, stipler ham otiladi birinchi ushatib olishga, keyin отдельно yana samerezda qotirib mahkamlab chiqiladi. Mana xudo xolasa, bu yoqda Malibu materialda 308 modelimiz. Bitgan tumbalarni oyoqlarini yechib qo'yganmiz. Ustiga yuklanishga tayyor. Shunaqangi o'rab, xudo xolasa chiroyli chiqaramiz. Mana sochiqli material deb qo'yishyapti. Qalin, tukli material. O'tirganda ham odamga ham juda ham yoqimli. Odamni terlatmaydigan. Hop, bu yerda Istanbul 2 Roma modelimiz. Romani qo'l bo'lishlari yarim tayyor holatida ichki karkazlari. Endi xudo xolasa buni ikkinchi karkazlari qo'yib yuboriladi. Hop, bu yerda Istanbul 2 bor. Pampers prujinamiz bo'ladi. Pampers prujinaning ustidan yana qalin machalkalar qo'yiladi.
qoplangan holatda, spinkasi qoplangan. Tagi high-tech, hozir ko'rsatib o'tganimiz bu chester sotiladi. Ko'zlari endi tortiladi buni. 22 kilo machalkalardan pampers bujlarni ustiga tashlab, mana bunaqangi xudo xolasa yumshoq odamga yoqimli, xudo xolasa yumshoq, cho'tki bo'lib chiqadi. Hop, mana bu yerda studiyasini qoplab beramiz. Bu Istanbul ekan. Bu ham xudo xolasa qimmat materiallarda juda ham go'zal chiqadi. Bitgan holatini ham do'konga obzorga qo'yib o'tamiz. Kimga qanaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, Zafar mebelda